Chunki mana buni qaranglar, mana bu hozir ikki o'tiribdi. Mana bunday qilib qo'yasiz. Ikki tomoni ham chiroyli pishadi. Keyin kirishgani, xamirini qilayotganda birinchi o'rtadan boshlanadi. Nima uchun? O'rtada solingan masala hujrosh tez shinadi-ku, xom bo'lib qolmasligi uchun. Chekasi qilmay, chekasi masala qilib solgandan keyin yasalish jarayonida qilinadi. O'zi kichkinagina bo'lib ko'rinadi. Qoshimiz qarang, boshqa. Qizlar kelib oldilar-da, ta'mirlaymiz. Ikkinchi qizlar deb qaraychi. Mana qo'sh olib kelgan xonalarni yani ko'ryapsizlar, shunday rolik chekayveradi. Bu damoqtirlarni solayotganda yana ketadi. Yashang, demak, birinchi nima qilar ekanmiz? Xamirni katta kichikligiga qarab, 2 barmoqda, 3 barmoqda qilishingiz mumkin. Kichkina xamir bo'lsa 2 barmoq ishlatasiz, katta xamir bo'lsa 3 barmoq bilan qilasiz. Agar kichkina xamirni 3 barmoq bilan qilsangiz, keyin ikki chekasi nima bo'lib qoladi? Qotib singa o'tib qoladi. İkinci kısada 10 ta yazsam. Birinchi kısada 10 ta yazsam yetadi. Yetadi. Bo'ladi. Birinchi kısada keyin. Shu qilib birinchi o'qib olay.